Titanik kemasi qurilgandan keyin haqida ikkita rivoyat keltiriladi. Bir rivoyatga ko'ra, shu kemani qurgan shirkat Titanikning bir chekkasiga yozib qo'yadi, hattoki Tangri ham bu kemani cho'ktira olmaydi deya. Ikkinchi rivoyatga ko'ra esa insonlar orasida gazetachilar xabarlarda bosib chiqariladi, hattoki Tangri ham bu kemani cho'ktira olmaydi deya. Nima bo'lishidan qat'iy nazar shunisi aniqki, bu Titanik cho'kuvchi kemalardan emas deya xabar tarqatiladi. Hattoki shu kema chiqqan vaqtdagi muhandislar aytishadiki, birodarlar, bu Titanik shunaqangi yuksak bir texnologiya ostida qurilganki, dengizda bo'lgan vaqtida eng katta falokat yuz bergan taqdirda ham bu kema faqatgina 3 kun ichida cho'kib ketishi mumkin. Va lekin 3 kun ichida dunyoni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar yordam yetib keladi va insonlar qutulib qoladi deyshadi. 52 ming tonna og'irlikdagi bir kema, so'nggi texnologiyalar ostida qurilgan bir kema va ana shu zamondagi o'sha Titanik chiqqan vaqtdagi dunyoning ko'zga ko'ringan davlatlaridan kelgan olimlar, muhandislar o'z ishining uzmanlari tarafidan tekshiruv ishlari olib boriladi. Ya'ni bularning iddaosi, birodarlar, biz Allohning dengizida Allohning izni bo'lmasdan turib ham xohlagan narsamizni suzdirami olamiz degan bir iddao bo'ladi. Bo'lmasam kimga keragi bor edi Allohning ismini tilga olib dunyoga baqirib jar solib xabar tarqatishni? Hattoki Tangri ham bu kemani cho'ktira olmaydi degan xabarni nima keragi bor edi? Mana shu og'izlarni ko'pirtirib maqtayotgan kemalari Titanikning taqdiri nima bo'ldi keyinchalik? 1912-yil dengizga qo'yildi, birinchi safarni amalga oshirish uchun. Biletlar oqayotgan suv tezligidek sotib tugatildi. Birodarlar, 2224 nafar inson o'zlari uchun safar emas, o'lim biletini sotib olishdi. Kemada, birodarlar, ana shu kuni jami bo'lib 3300 inson bo'lgan. Ya'ni o'sha kema ichida, Titanikning ichida o'sha cho'kib ketgan kuni 3300 kishi bo'lgan. Birinchi safarida yo'q. Allohga shirk keltirsang shunday bo'ladi. Tavba hasha, o'zingni qudratliman deb bosar tusaringni bilmay qolsang, xuddi mana shunday yoki bo'lmasam bundan ham battarroq bo'lgan kulfatlar bilan qarshi-qarshiga kelasan. Mana shu Titanikni, birodarlar, Alloh taolo birinchi safarida yo'q 2 soat 45 daqiqa ichida dengizni tubiga g'arq qildi. 2 soat 45 daqiqa ichida. Ya'ni nima deb maqtanishdi boyovlar? 2 soat 45 daqiqalik umri bor edi buni. Ya'ni Alloh taolo 2 soat 45 daqiqa ichida Titanik kemasini shu dunyoga jar solingan, hech kim hech qachon cho'ktira olmaydi degan kemani Alloh taolo 2 soat 45 daqiqa ichida dengizni tubiga g'arq qildi. Va hozirgacha insonlarga isbot tariqasida ana shu dengizni tubida turibdi o'sha Titanik. Va mana shu 1500 dan oshiqroq, ko'proq inson o'sha Titanik ichida o'ldi ketdi. Demakki, har bitta narsani egasi bo'lgan Allohning koinotida o'zini izni bo'lmasdan turib, hatto yaproqni ham suzdira olmaysan. Hozir savol berishadi, bo'lmasam bu kemalar qanaqa qilib yurishdi suvning ustida deya. Suvni ko'taruvchi kuch-quvvati bor-da, shuning uchun suzib yurishdi deyshadi. Ya'ni ajoyib bir savol, ajoyib bir javob bu. Odam suvga sakrab tushgan vaqtida kuch-quvvati bo'lmas ekanda, kema qo'yilgan vaqtida kuch-quvvati bo'lar ekan. Suvni, birodarlar, ko'tarib turuvchi kuchi-quvvati falon degan hech narsasi yo'q. Butun koinotning egasi bo'lgan Allohning ruxsati degan masala bor o'rtada, bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Alloh taolo suvga ko'tarib turuvchi quvvatni berganidek, xohlagan vaqtida o'sha quvvatni olishga ham qodir bo'lgan zot. Shuning uchun inson o'g'li texnologiyada qanchalik oldinga o'sishidan qat'iy nazar, bilamiz, mana hozir asrimiz texnologiya asri va inson texnologiyada oldinga qarab o'sib, yangi narsalarni kashf qildikcha tug'yonga qo'l uradi. Hayol qiladiki, inson o'zini qurgan bu yangi dunyosi bilan
Allohning koinotini boshqara oladi. Ya'ni bunaqangi narsalar yo'q, birodarlar. Har narsani egasi bo'lgan Alloh izn bermasa, hech bir inson uning mulkida hech bir ishni bajara olishga qudratli emasdir. Ham misol qilib ko'rsatishadi. Hozirgi kundagi yahudiylarni, nasroniylarni qilayotgan ishlarni, riboxo'rlarni, sutxo'rlarni qilayotgan ishlarni. Bularni hammasi birodarlar istidrojdir. Ya'ni tepalikdan tashlangan toshni yerga tushishi aniq. Javob yerga tushadi. Lekin masala nimada? Masala uni qachon tushishida. Xuddi shunday bularga ham beriladi ne'matlar. Lekin masala nimada? Qachon badnom bo'lishida. Aniq badnom bo'ladi. Javob bo'ladi bu ish, chunki Allohning va'dasi haq. Faqat masala o'sha badnom bo'lish qachon yuz beradi. Buni faqatgina Alloh biladi. Sen mana shu narsalarni qabul qilgan vaqtingda, ya'ni har bir ish Allohning xohish istagi bilan bo'lishini bilgan vaqtingda senga bir yengillik hissi keladi. Har narsaga qodir, faqatgina Alloh ismidagi rohatlama, yengillik hissini his qilasan o'sha vaqtda.